Qizyapti mana shu. Qancha bersin? Siz necha berdingiz? 92 berdim. Menta gapni qonim ochib ketdi sizlar gaplar. Sizlar qonim 19.200. Ana aka siz ham nima qilib bering? 100 ming qo'shib bering Ana. 100 ming. 100 ming qo'shib bering. Qonim ochib ketdi. 100 ming so'm Bering moygan. Endi buzadimi o? Beralasizmi 100 ming tog'asi? Beralasizmi 100 ming? 100 ming. Hali el yoruzam keldi. Voy, Blogerlar. Qadrlonlar, xudo xolasa 19 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti mana shu molni. Xudo xolasa qadrlonlar berilmayapti. Sharxonro'za. Sotildimi? 19 million 300 mingga. 19 million 300 ming so'mga mana akalarimiz o'zlari olishdi. Blogerlar ham ashda, mana bolasi ekan, xudo xolasa bu qo'shim ekan. Hamma blogerlar mana shu yerda to'planib savdo qilib turib olindi mol, xudo xolasa mana. Navbat emas. Hoji bobo nechi pulga bermadingiz? 26 ga. 26. Bola novosmi? Bola unaji 26 ga berilmadi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi 10 ta sut bor. Nomeringizni aytib berasiz hoji bobo? Yo'q, telefon. Telefon tutmaysiz, bo'ldi. Ketdi. Nechi pulga berilmayapti-ku? 25 million 100. Bola novos unaji? Novos 25 million 100 ming so'mga qadrdonlar. Mana shu molimiz xudo xolasa berilmayapti. Bola zo'r ekan xudo xolasa. Savdo qilyapti. Nechi pul? Nechi pul bermadingiz? 27 qoldi bola. O savdo bo'lyaptimi? 27 million so'm bola g'unajin xudo xolasa qadrdonlar. Nechinchi bolasi boy ekan bu? Bo'ldi. Hali mol topishdan kadi bilmaydi. Bolasi nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi ekan qadrdonlar xudo xolasa mana. Mol xudo xolasa zo'r ekan, bola ham past kelgan joni bor. Aka nechi pul bermadingiz? 33 million bola novoz ularni. Unachi 33 million. Ikkinchi bolasimi? 3-chi bolasi ekan qadrdonlar xudo xolasa. Shvet molimiz mana. Sharxon mol bozorimizda. Mata yana bitta chiroqli mol bor ekan. Boyaga nechi pul bermadingiz? 28 million so'mga ber. Bola novozmi unajimmi? 8 ta suti bor bola g'unaji xudo xolasa. 4-chi bolasi. Nomer aytib bersizmi? 93lik 063 85 96 aloqa chiqarasiz xudo. 8 ta suti bor. Mol jonivor xudo xolasa so'ragan. Boyaga nechi pulga bermadinglar buni? Yo'q, oldinglar. 70 ga bermaymiz. 70 million so'mga berilmadi. Qadrlonlar semental molimiz. Mol haqiqatda go'zal ekan bor, jonivor. Yurisi ham kelma, bunaqa ves bilan. Talg'ir chiroqlidan so'raganlarga. Boyaga nechi pulga bermadingiz? Bola novosmi unazimmi? Novos 28 million so'mga berilmadi. Nomer aytib bersizmi? 91lik 618 1030 aloqaga chiqib olasizlar xudo xolasa. Hoji bola nechi pul bermadingiz? Nechi pul bermadingiz? Ertaman 31 million qiluvdi. Bola novosmi? 30 million qiladi. Novos. 30 million so'mga hozir berilmayapti. Nomer aytib bersizmi? Ayting. 91lik 91lik 608 608 78 76 aloqaga chiqib olasizlar xudo. Suti nechta boy ekan? Yanga 4 kunlik bu. 4 kunlik bolasi novos bo'ldi. Bir bag'ir sutga olinaverar ekanda boyaga. Bir bag'ir sut beradi. Qardonlar xudo xolasa. Mol xudo xolasa o'ta chiroyli ekan. Dehqonidan. Boyaga necha bermadingiz? 27 bola g'unashdan yana. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Sutichi. Suti 5 kun bo'ldi, hali bir narsa deyish. Bir bag'ir sut beraverasizmi buni? Beraver. Bo'ldi. Nomer aytib qo'ying boyaga. Dehqonchilikmi? Bitta nomerni aytib qo'ysangiz xudo xolasa. Keyin ukam O'zimiz o'shida nomerga
Bog'ozingmi aka 15-11 mi aholi? Nomeri yo'qmi bu yoqqa? Mana. 93lik. 93lik 930 930 15-11. aloqaga chiqib olasizlar. Mol xudo xolasa zo'r ekan. Bir paqir sutga berilaverar ekan. Yuvoshlari hamma yo'g'i joyida ekan. Qadrdonlar mana. Hojibodan so'raymiz. Hojibo nechga bermaysiz chiroyli-da? 31. 31 bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz 31 million so'mga berilmadi. Qadrdonlar nechinchi istiqonida voyaga? Shu nomer aytmasmi? Yo'q. Meniki emas, o'ziga. Bo'ldi, qadrdonlar. Qadrdonlar, xudo xolasa videolarni shu bilan yakunlaymiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.